Dalaga xohlaganinglar terib olasizlar. Shunday qarashinglar bilan bizani o'sha mashhur qarorgohimiz chiqadi. Lestnitsadan pastga tushganinglarda ikkita darvoza bor. O'ng qo'l chap qo'lda xohlaganinglardan kirib, xohlagan sandiqni tanlab olasizlar, deymi? Manzilimizni juda ham ko'pchilik so'rab yozyapti, topishga qiynalyapti ekan. Shuning uchun sizlarga aniq ko'rsatib beramiz. Ko'chadan, katta ko'chadan, ya'ni Zangita ziyoratgohidan kelganinglarda Shodiyona to'yxonasi keladi. To'yxonaning yonidan kirib kelganinglarda 18-bog'cha bor. Bog'chani oldidan mana shu ikkita dom orasidan o'tasizlar. Mana ikkita domni shunday ko'rsating. Ikkita dom orasidan o'tganinglarda bu yoqda shundoq dalaga chiqib qolasizlar. Mana dalaga xohlaganinglar terib olasizlar. Hazil albatta. Ashi bilan shunday qarashinglar bilan bizani o'sha mashhur qarorgohimiz chiqadi. Baland 4 etajli zdaniya ko'rinadi. Shu zdaniyani o'rtasida yuring, shundoq bizani katta zdaniyamiz tugashi bilan mana bu bitmagan zdaniya bor. Shu zdaniya tugashi bilan chap qo'lga qayrilasizlar, chap qo'lga. Mana toza ovqat do'koni ham bor, ko'rsatib chap qo'lga qayrilasizlar va shunda chapga qayrilganinglarda katta darvozamiz ko'rinib turadi va bizani afishamiz bor. Shunda shu darvozadan kiramiz ichkariga. Bizani katta afishamiz osilgan Kilooptim eksport. Barcha esengi davlatlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Sizlarni ham kutamiz. Ichkariga kiramiz. Darvozadan kirganimizda o'ng qo'lda lestnitsa bor. Biz lestnitsadan podvalga tushamiz. Lestnitsadan pastga tushganinglarda ikkita darvoza bor. O'ng qo'l chap qo'lda xohlaganinglardan kirib, xohlagan sandiqni tanlab olasizlar, deymi? Hazil albatta va kirganinglarda sizlarni mana shunaqangi atmosfera kutib oladi. Bizda barcha O'zbekistonning eksport mahsulotlarini topsanglar bo'ladi. Eng kam 10 kilodan boshlab tonnagacha mahsulotlarni olsanglar ham bo'ladi. Onlayn xizmatlarimiz ham bor. Kelolmagan klientlarimiz uchun dastavka xizmatlarimizni barchalarni kutamiz.